Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Atxamboy. Nimaga bolalar bo'lyaptimi, ketyaptimi? Bugungi videomizda biz tekinga yuz olishni o'rganamiz. Da bolalar, men bu videoni birinchi va ikkinchi qismini chiqarganman va Telegram kanalimga meni ko'p kishi yozishdi, "Aka, uchinchi qismini chiqaring, biz tushunmadik, yana bir marta tushuntiring" deb. Shuning uchun men bu videoni uchinchi qismini ham chiqaryapman bolalar. Video boshlanmasdan oldin bolalar, mehnatim uchun mana shu videoga like bosib qo'yinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Sababi bolalar 100 tagina qoldi 2000 ta bo'lishimizga. Mana bolalar, mana shu Xsolar bot bo'ladi bolalar. Buni ko'pchiligimiz bilamiz bolalar. Bu botni bolalar men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman bolalar. Telegram kanalim esa описаниеda bo'ladi bolalar. Hozir masalan buni qanaqa qilib tez referaka yig'ish va qanaqa qilib o'rba tangasini yig'ishni o'rgataman bolalar. Xo'p, botga kira olamiz bolalar. Agarda siz birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, registratsiya qilib olasiz. Mana bolalar, mana shu ko'rda turgan yashil tangachani yig'ib, keyin yuziga amin qilamiz bolalar. Va pastda bolalar mana shu savollar bo'ladi. PUBG Mobile, MLB har xil o'yinlarda savol beradi. Agarda topsanglar tangacha beradi bolalar. Va bu yerda bolalar savollar ruscha bo'ladi bolalar. Buni ham yo'li bor bolalar. Buni screenshot qilasizlar va Google Translate ga joylaysizlar va o'zbekcha qilib olishingiz mumkin. Va eng asosiysi bolalar, bu yerda do'stlarni taklif qilib tangacha yig'ishingiz mumkin bolalar. Har bitta do'stlarga 5 dona tangachadan beradi bolalar. Agar 70 dona tangacha yig'sanglar 60 usi bolalar. Premierni 15 do'stlarni taklif qilsanglar 60 usi degani. Va mana ko'rishingiz mumkin bolalar, 70 dona tanga 60 usi olishingiz mumkin. Agarda 70 dona tanga yig'sanglar, mana shu yerda ustiga bitta bosib ryukzakka tushirishni bosasalar. Va bu yerda sizlarning ryukzagiga tushadi va mana shu yerda promokod beradi bolalar. Mana shu nusxa qilib olasizlar va Google ga kirib bolalar UC deb yozasizlar. Va bu yerda Midas Boy'ning original sayti kelib chiqadi bolalar. Shuni ustiga bitta bosamiz. Kelgandan keyin mana shu yerda Vikupit degan joyga o'tirasizlar va mana shu yerda promokod qo'yadigan joy bo'ladi. Va boyagi botdan promokod olganimizni mana shu yerga joylaymiz. Va bo'ldi, bizning akkauntimizga 60 usi tushadi bolalar. Men hozir OK'ni bossam baribir tushmaydi, sababi men bu promokoddan foydalanganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bolalar, videomiz ham tugadi. Mana sizlar yuz olishni o'rgandinglar. Endi kirib bemalol yuz ishlashingiz mumkin bolalar. Videoni mana shu joygacha ko'rgan, hammangizga katta rahmat.